Assalomu alaykum. Bugun meni kuzatib boradigan yurtdoshlarimiz mana tandir qurishni niyat qildik. Mana xohlasa sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Qanday qurilishini ko'rsatib videoga olib boraman. Like bosib, podelitsiya qilib videoni tarqatishda yordam bersanglar ko'pchilikka foydali bo'ladi deb o'ylayman. Mana somsa tandirimiz. Men o'zi somsachiman. Qanday qilib somsani tandirini to'g'ri qilishligini ko'rsataman. Yerga qursa ham bo'ladi. Bu men o'zim arvacha просто yasadim tagiga. Endi arvachamiz ko'tarishga oson bo'lishi uchun bir qavat g'isht qo'ydim. Aslida 2 qavat qo'ysa yaxshi bo'ladi. Mana bu yerda havo kiradigan joy, kir oladigan joyimiz balandroq bo'ladi. Yerga qurganda ham 2 qavat g'isht qo'yiladi. Tandirdi. G'isht yotqirilgan holatda aylantirib qo'yib chiqiladi. Birinchi o'lchovidan o'lchab aylantirib, keyin tandirni qo'ymasdan oldin 2 qator g'isht o'rtadan mana qoldiriladi. G'ishtdan inidan ingichkaroq joy. Tagidan havo oladigan joyi. İçini keyin yana g'isht bilan to'ldiriladi, kam joylarini aylanag'ishdan keyin. O'rtada sentridan mana havo kiradigan joyi qoldiriladi. Rishotka xohlagan. Men o'zim yasadim uni armaturadan. Sement tagida qolib ketish kerak. Sementlab o'rdim g'isht ustidan qo'yib. G'ishtni ham sementlab o'rdim hammasi mana ichini. Havoni o'rtadan olish kerak. Gazga bo'lsa ham, ko'mirga bo'lsa ham, nima bo'lganda ham o'rtada havo oladigan joy bo'lishi kerak. Chetlardan emas. Chetlardan olsa bo'lmaydi. Agar kimlardir u chetdan, bu chetdan qilib tagidan tishganda, bag'dan havo kirib, bu tarafda ekan kuydiradi, bag'dan havo olib, bag'da ekan kuydiradi. Bu tandirda qiyinchilik bo'ladi. O'rtadan havo kirib, o'rtadan chiqqanda xuddi gaz yonganda o'sha havoni bir xil hamma yoqqa havo urib beradi. Pishishi ham bir xil pishadi. Non bo'lsa ham, somsa bo'lsa ham, nima bo'lsa ham shuna shu dimoxod o'rtada pastdan bo'ladi. Endi videolarimizni yana davomini olib boraman. Mana hozir boshdan olishni nima qilmadim. Mana endi olishni boshladim. Endi ustlarini har bir jarayonni birma-bir yana olib qo'yib boraman. Qolgan narsalarni taxlab qo'yib, sitka kerak bo'ladi. Shag'al, sement, mana shpakilovka ham kerak bo'ladi. Ko'rsatib boraman. Qanday qilinishi nima sabab?